Atigi 15 minutda manaman degan blinchikni ham pankeklarni ham ortda qoldiradigan blinning pankek tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson, lekin ko'rinishi va mazasi jihatidan bunga yetadigani yo'q. Idishga 2 tuxum chaqamiz, 200 ml iliq suv, 3 osh qoshiq shakar, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i, yarim choy qoshiq razrixlitsil yoki chayniy soda va 8 osh qoshig'ida un qo'shamiz. Inalmasligingiz uchun o'lchovni grammda emas, qo'shiqlarda aytdim. Massani yaxshilab aralashtiramiz va 5 daqiqaga tindirish uchun olib qo'yamiz. Retseptlarimda foydalanadigan chinni idishlar rosa sarg'ayib ketdi. Naqshli bo'lgani uchun ham ularni tozalash juda ham qiyin. Lekin menda buni oson yechimi bor. Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavi super очиститель yordamida barcha chirk va dog'larni osongina tozalash mumkin. Bavi kislorodli tozalovchi bo'lib, mahsulotni sifatiga ta'sir qilmaydi, ranglarni o'zgartirmaydi. O'mirim tungunicha 5 daqiqada idishlarim ham toza bo'ldi. Endi massani o'zimizga qulay bo'lgan idishga quyib olamiz va past olovda qizib turgan tovaga videoda ko'rsatilganidek qilib quyib chiqamiz. Bir tomoni xom bo'lib qoldi deyishga shoshilmang. Pastroq olovda singitib pishirilgani hisobiga xom bo'lib qolmaydi. Ustidan shokolad pastasini quyib, xohishga ko'ra mevalar bilan yasatamiz va dasturxonga tortamiz. Retsept sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Hali bundan ham qiziqarli va foydali retseptlarning hammasi oldinda.